Bu tush emas ekanda. Men rostdan ham boshqa dunyoga tushdim. Rostini aytsam o'zim ham tushunmadim. O'yindamanmi yoki bu dunyo Koreyasiga veraymi? Hammasini yaxshilab o'ylab chiqish kerak. Nima? Bu qanaqa his bo'ldi? Ko'krak. O'tir olma Diablo, bu bilan yutib bo'lmaydi hozir. Qo'limni sekinroq olaman. Lekin u menga quloq solmayapti. Chap qo'l. Meni miyamni olishni rad etyapti. Bo'ldi, men chap qo'limni ayrildim. Yordam ber, o'ng qo'lim. Endi bu ham boshlayaptimi? Qalik, yumshoqlik va kattaligini o'rta barmoqlarimni ichiga yutib olyapti va qo'limni orqaga ko'taryapti. Bu ko'kraklar-ku. Lekin buni o'zi bo'lmaydi, shaxs sifatida olaman. Diablo. Men buni noto'g'ri deb o'ylayman. Meni xo'jayin deb tan olmaguningcha hech qachon ruxsat bermayman. Tanlaganingdan mumkinmi? Nimaga bakar-chakar qilyapsizlar? La'nata, men o'zing hukmdori, o'zingni hukmdordek tut. Qarang, seni maqtanadigan tomoning bor. Kichkina bo'lsa ham boy. Ertalabdan beri menga jahl qilyapsan. Jahl qilmayapman. Shuning uchun kel, mavzuni o'zgartiraylik. Albatta, jahl chiqyapti. Orklar, qoramaxotlar, panteralar, elflar. Bunga qo'shib albastilar. O'yinda odamlar ko'p edi. Men odamlarni hech qayoqda ko'rmayapman. Faqatgina yarim odamlar yashaydigan tumandamiz. Odamlar bitta kam uchratiladi. Bu yerdagi odamlar afsonaviy mavjudotlarga o'yinga qaraganda yomonroq munosabatda ekan. Kechagi bola ham menga yopishdi. Unga qo'shib 30-level hayvonni ham chaqirdi. Sizlarning dunyoyingizda kuchni level orqali bilishadi, to'g'rimi? Ha, levellar. O'zimning levelni hali bilmayman. Men esa 40-levelda jodugarman. Biz hozir sayohatchilar gildiyasiga boryapmiz. 10 levelni bilib olishadi. Ro'yxatdan o'tmaganim uchun levelsiz yuribman. Baholashda 40 yoki undan ortiq chiqaman. Sana leveling 10 bo'lsa kerak. Agar undan past bo'lmasa, bunaqa emas. Shunaqa, bunaqa emas. Shunaqa. O'yinda bitta 60-levelda yurishardi. Bu dunyoda hammaning level past ekan.
Bizdan ro'yxatdan o'tgandan keyin topshiriqlarni bajarish mumkin. Tilak kelinglar, bizning uyimiz uchun pul topasizlar. Sen mendan ham yaqinroqsan, ahmoq. Orzu qilur, sassiq ahmoq. Nima deding? Dahshat! Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda shovqinliroq, lekin bu yerda hamisha shunday. Ro'yxatdan o'tish ikkinchi qavatda. Tushunarli. Xo'sh, Sera Greenwood. Men tug'ilgan joyim esa bu qanaqa yozuv? Ayda ishlarni yomon ko'raman. Mani o'rnimga hammasini to'ldir. Mumkinmi? Ha. Ura! Bittada men xo'jayinga o'xshayapman. Oxirgi iltimos, imzoni qon bilan qo'ying. Qon bilan birgina tomchi ham yetadi. Shunaqa yomon ko'raman. Bunaqa mayda narsadan qo'rqadigan bo'lsang, sen sayohatchi bo'la olmaysan. Hech narsa emas, qo'rqinch emas, inna kirganday. Qani boshladik. Oshirib yubordim. Xo'sh, endi nima bu? Kuchni baholaydigan oyna. Lekin u qop-qora-ku. Qo'ling bilan tegib, unga ma'noli bor. Bunaqami? Oho, zo'r-ku. Hammasi juda yaxshi ko'ryapti. Ko'krakgacha. Shunda bosqich. Qanaqa? 30. Qanaqasiga? Mendan oshib ketdimi? Joyingni bil, menni oshmoqchi eding. Men sendan bittada oshib ketaman. Lekin bunaqa pastda yo'lda dunyoda 30-levelda ham maqtansa bo'ladi. Iltimos, keyingisi. Ketyapman. Qanaqasiga? Manamni boray. Nima bo'ldi? Juda ham qo'rqinchli. Qo'rqinchli ko'rinyapti. Hozirgina nima bo'ldi? Guildmaster. Eshiting. Bu Guildmastermi? Salom, mening ismim Silvi. Men sayohatchilar gildiyasining Guildmasteriman. Bolakaylar, sizlarni bir daqiqaga mumkinmi? Birinchi marta bizlarda bunaqa bo'lishi. Rostini aytsam, sen bizga yordam bera olmasang kerak. Nima? Bu nima deganingiz? Bilinib turibdiki, sen kuchlisan, lekin qanchaligini bilmaymiz. Rostini aytaman, sen bizlarda ancha kuchlisan. Shuning uchun seni ro'yxatdan o'tkazsam ham nima berishni bilmayman. Unda meni sayohatchi deb tan olishmaydi. Bizning joyimizda kuchlilarga hamisha xursand bo'lishadi. Lekin men sendan kuchsizroqman. Unaqa bo'lsa menga quloq solmasliging aniq. Asosiysi to'lashsa bo'ldi. Qolgan narsalar esa menga muhim emas. Sen qiziq ekansan. Xo'p. Bugun tanishaylik. Janob Diablo. Ha. Barbaram, sening bosqiching uchun topshiriqlar ko'p emas. Oho, bu yangi-ku. Nimadir bo'ldimi? Mana. G'alati lekin. Olasizlarmi? Topshiriq. Bo'g'ma ilonni yutish. Odamxo'r bo'g'ma ilonni. Ilonni ko'zlari tashibi uchun kerak. Buyuruvchi sehrli gildiya. Odamxo'r maxluqlar o'rmonida shavqatsiz maxluqlar yashaydi, to'g'rimi? Ha, odatda bunaqa topshiriqlar chiqmaydi. Ular barbiram buyurishayotgan bo'lsa, u yerda katta narsa ekan. Sehrli gildiya. Kechagi ayol qo'shilganmi? Xavotir olma, menga ishonsalaring bo'ladi.
Umuman biz hali ko'p yuramizmi? Teleport bizlarga yordam berardi. O'rmon oldida portal yo'qmi? Portal? Qanaqa teleport? Oxirgi kelgan shaharga qaytish uchun boshlang'ich sehr. Uni boshlang'ichda ham topish oson. Bunaqa narsa bo'lganda hamma ishlatardi. Menga semiz elfni ham gaplar yetadi. Xafa qilding, men semiz emasman. Mana o'yin bilan farq qiladigan yana bitta narsa. Ha mayli. Hali ko'p yurish kerak. Yurish uchun 5 soat. La'nat o'yin. Qiziq, bu maydon katta ekan. Uzunligi 20 metr. Odatda botqoqlikda yashaydi. O'ljani kutib hamla qiladi. Tezroq aytsang bo'lardi. O'rmon o'yinga qaraganda qo'rqinchliroq ko'rinyapti. Xaritada ham hech nima yo'q. Bunaqa aylanib borish xavfli. Bu topshiriqqa faqat bizlarni yuborishdimi? Albatta. Odamxo'r o'rmonlarga odamlar ko'p keladimi? Kim o'lgisi kelsa keladi. Nima bo'ldi? Ular sezmayapsizlarmi? O'rmonda kimdir bor. Rostmi? 10 odam daraxtda. Qiziq, nimadirni kutishyaptimi? Men tushunolmayman, sen ahmoqmisan yoki jinnimisan? Nimaga? Nimaga Siren buni g'alati debdi? Bizlarni tuzoqqa tushirishdi. Boshqacha qilib aytganda kuchli. Ular katta. O'tda. Olov yomg'iri. Qandoq? Nima, boshqa sehrda shunaqa ham bo'lsa bo'ladimi? Diabloni bunaqa kuchli deb o'ylamagandim. Elflar? Nima bo'pti? Juda g'alati sehr. Siz haqiqatdan kelib qolding. Eraxonim, sizni xavfdan qutqarish uchun keldik. Ular savdogari, sen nimaligini tortib olamiz. Malika? Shera? To'g'ri, Greenwood. Elflar qirolining avlodi. O'yinda kattadir shunaqa narsa bor edi. Qachondan elflar Gizya nomidan topshiriq berishyapti. Sizlarga buni kim aytganini bilmayman, lekin men qulda savdogari emasman. O'zingni yop. O'yindagi zanjir isboti. Qani, xonimlar, zanjirni yech. Umuman, meni sehrli Gizyada yomon ko'rishini bilmayman. Meni qirollik bilan ishim yo'q. Qirol oilasi sizdan xavotir olyapti. Meni akamga emas, merosxo'r kerak. Undan faqat menga bola kerak. Va bu sizning burchingiz. Yo'qlarga ishingni ko'p bo'lmaydi. G'alati-yu, sevmaga yektinga yeriga tegish. Men hech qachon ortga qaytmayman. Men o'zimni kuchim bilan yashayman. Lekin siz hozir qulsiz. Bunaqa emas. Men hech kimning quli emasman. Men, boshqa emas. Hammasi bunaqa oson bo'lmasa kerak. Lekin bitta o'zingiz yashashga hali kuchsizsiz. Agar kerak bo'lsa biz sizni kuch bilan olib ketamiz. Yaxshi yetding. Sen uchun juda ham zo'r. O'zingni davlatingda tashlab yolg'iz yashash. Men bunaqalarni hurmat qilaman. Xo'sh, hech nima ko'p bo'lmaydi. Voy, sharloqlar. Senlar uchta xatolikka yo'l qo'ydinglar. Birinchidan, men jodugarman, qulda savdogar emas. Ikkinchidan, Shera kuchsiz emas. Chunki unga men hozir yordam beryapman. Diablo. Endi uchinchi xatolaringiz shundaki, mana dushman qilganinglarda otinglar. Diablo. Nima? Ana ozgina bo'lsa ham kuchliroq bo'ladi deb o'ylagandim. Qila ko'rinishidan do'kondagiga o'xshaydi.
Kuchsizlar. Bu o'qlardan nima foyda? Sizlar odatda nima bilan urishasizlar? Siz bilan bunaqa gaplashma. Faqat savol berdim. Alvasti va maxluqlar bilan urushmaysizlarmi? Albatta urushmaymiz. Endi hammasi tushunarli. Ana nimaga levellar past ekan? Maras. Oho, chiqva o'qimi? Sen qatdan bilasan? O'yinda ko'p marta ko'rganman. U bilan mani jarohatlashing mumkindir. Albatta, bu bizlarning davlatimizning g'ururi. Hamma narsada o'tadigan buyuk o'q va butun umrga sening yovuz shaxsingni yo'q qiladi. Qoch, u xavfli. O'ldir uni. Diablo! Diablo! Seni ko'rganimdan xursandman. Bu yana nima? Eslab qolinglar. Meni ismim Diablo. Boshqa dunyodan yovuzlik hukmdori. Muzlik. Hoy, sizlar hamma yalpardan kuchlisizlar-ku. Ahmoqlar. Hoy. Lekin baribir ham buni sen qilibsan-da. O'lik. Yo'q, men Botga elflar malikasi kelayotganini aytdim. Unga qo'shib meni qulla savdogari deb ham aytibsan. Ular hammasini o'zlari o'ylab topishdi. Hamma yarim odamlar jinni. Men bilan boshqa ko'rishga hadding sig'masin. Yana bir marta chiqsang o'ldiraman. Qiziq, Sevs nima derkan? Sen sehrli kizya nomidan bizni tuzoqqa tushirganing haqida bilsa. Yo'q. Bunaqa emas, noto'g'ri qilmadim. Hammasi to'g'ri. Akamga aytib yuborgin. Men umuman qaytmayman. Men akamni unchaq emasman. Men hozir Diablo va Remna do'stiman. Uyga tezroq ketdik. Qornim ochib ketdi. Yaxshi bo'pti. Men sening dugonang qachon bo'ldim? Nima, yo'qmi? Men senga yo'qyapman deb aytding-ku. Seni qo'rqmasliging yo'qadi deb aytdim. Sen nima, uyaldingmi? Yuzlaring qizarib ketdi. La'nata, ahmoq Shira. Man. Rem kech qolyapti. Ha. U Selisga bu holatni aytishga ketdi, lekin hozir qaytadi. Aha. Meni qiz bola bilan o'tirishga duxim yetmaydi. Bunga qo'shib sen kuchli sehr ishlatding. Men oldin bunaqasini ko'rmaganman. Men bizlarni levelimiz haqida tushundim. Bu dunyodagi odamlar hech qachon o'lmaslikka harakat qiladi va juda ham ehtiyotkor. Bu oddiy emasmi? Ular o'yinda emas, senga dorilar yo'q, tirilish ham yo'q. O'lsang bo'ldi. Oddiy odam uchun alvastilar bilan urushib, bosqich olish xavfli. Men level olish uchun o'lishga ham tayyor dunyodan kelganman. Diablo, sening hayoting o'zingga qimmatbahomi? Albatta, men buni foydasiz ishlatmoqchi emasman. Lekin men yovuzlik hukmdori Krevis Kurumni o'ldira olmasligim ham mumkin. Diablo, sen Remni tanlayapsanmi? Bu Rem Krevis Kurumga yopishib qolgan. U katta va qachon tirilishini bilmasa ham. Ha, sen ham Krevis Kurumni yutish haqida o'ylasang. Shunda Remni tanladingmi? Hoy,
Sen menga ham keraksan, Diablo. Agar sen mening yonimda bo'lmaganingda meni orqaga olib ketardi. Bu men juda xursand bo'ldim. Lekin sen Remni tanlasang, bo'lmasa men Yo'q. Endi eshit, men yovuzlik hukmdori. Shuning uchun mening sheriklarim yo'q. Men umuman Remni tanlamadim. Rostdanmi? Albatta. Hukmdor sizlarning xohishingizga bo'ysunadi deb o'ylamanglar. Chunki men yovuzlik hukmdori. Men o'zimni juda g'alati his qilyapman. G'alati. Unaqa narsani xohlayapman. Kechirasan, og'riryaptimi? Diablo, senga ko'kraklar yoqadimi? Har doim menikiga qaraysan. Hamma narsani bilar ekan. Menda Remnikidan kattaroq hamma narsani bilar ekan. Bu yumshoq dunyoda qattiq narsa nima? Eshit, Diablo. Nima? Oho, Rem keldi. Diabloga sipiryapsanmi?2人を解放してもらう。今なら魔王だろうと負ける気がしない。僕がこの世界を正さなきゃいけないんだ。